Do'stlar, hozirgi kunda depozitlarni tez slif bo'lib ketishiga nima sabab bo'lib beryapti? Shuni bir minut vaqtingizni olaman. Xo'p. Shunga o'xshash savollar obunachilarimiz tomonidan juda ham ko'p kelmoqda. Shularni o'zingiz bitta ko'rib bersangiz. Yaxshi, ko'rib beramiz. Obunachilarimizdan savollar aziz do'stlar. Birinchi savol: to'plovsim katta depozitimni olib ketib qolyapti. Qanday to'g'rilasam bo'ladi? Depozitni slif qilib qo'yapman. Nima qilsam bo'ladi? Qaysi strategiya yaxshi ishlaydi? Qaysi birida tez foydaga chiqib ketish mumkin? Risk money managementni qanday qo'llash kerak? Riskni to'g'ri boshqara olmayapman va katta pul yo'qotib qo'yapman kabi savollar aziz do'stlar bizga kelibdi. Kelinglar bugun sizlar bilan aynan shu haqida birgalikda gaplashamiz va bu kabi holatlar nima uchun bo'layotganini ko'rib chiqamiz. Do'stlar, bu kabi savollarni, bu kabi xatolarni tagida bir xil ma'no mazmuni yotibdi. Bu xatolarni aniq bilib olishimiz uchun bizga trading sohasidan tashqariga chiqib turishimiz kerak. Ya'ni bir on tradingga chetroqqa surib turaylik va oddiy kundalik sohalarga bir qadam bosib ko'raylik. Deylik, oshpaz. U har kuni ertalab ishga kelib, ishni nimadan boshlashini, nima harakatlar bajarishini, qanday ketma-ketlikda bajarishini yaxshi biladi. Yoki mehmonxona va restorandagi menejerlar. Ular har kuni ishini nimadan boshlash, qay tartibda yuritishi aniq-tiniq biladi. Yoki bo'lmasam direktorlar. Korxonani boshqarish sistemasi, korxonani qanaqa qilib to'g'ri yo'naltirish kerakligi haqida o'zida aniq bir tizimi bo'ladi. Ya'ni rejasi bo'ladi. Endi trading sohasi bilan bu sohalarning aloqasi nimada? Nimaga o'zi men bu narsani solishtirib bera olmasam? Trading sohasida ham agar siz aniq bir yo'nalishni olmasangiz, aniq reja asosida ish qilmaydigan bo'lsangiz, agar o'zingizni oldingizga aniq maqsadlar qo'ymagan bo'lsangiz, to shu kabi savollar, shu kabi xatolar sizda ham takror va takror kelaveradi. Va bu yoqda sohani, ya'ni trading sohasini yoki uni strategiyasini yoki strategiyani o'rgatuvchi shaxs, ya'ni ustozlarni aybi yo'q. Bu hammasi bizani o'zimiz bu sohadan kutayotgan narsamizga bog'liq bo'ladi. Agar bereja, bemaqsad harakat qiladigan bo'lsak, qanaqa pul bilan kirishimizdan qat'iy nazar u pullarni yo'qotib qo'yamiz aziz do'stlar. Yaxshi menejerlar, oshpazlar, ularni yuqorisida turuvchi, ularni boshqaruvchi shaxslar bor va ularga bu tizimni o'sha shaxslar to'liq yaratib berishadi va boshqarishadi. Agar oshpaz oldiga qo'yilgan topshirig'i to'liq holatda bajarmasa yoki umuman bajarmaydigan bo'lsa, aniqki unga nisbatan jazo qo'llanadi. Traderdachi, traderda kimdir trader ustida turadimi? Yo'q. Bizni hech kim boshqarmaydi va hech kim bizga buyruq bera olmaydi. Agar biz tizimsiz savdo qilib, palapartish bitimlar ochib tashlab, risklarga e'tibor bermasdan, oldimizga qo'yilgan maqsad faqatgina pul topish bo'ladigan bo'lsa, to bizani jazoimiz aniq bu slif. Bu kabi xatolarning yechimi bormi? Nima qilsak bu kabi xatolarni bartaraf etishimiz mumkin? Keling, siz bilan bugun aynan shu masalani yechimini birgalikda topishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'sh, do'stlar, bo'lmasam boshladik. Ishimizni, rejamizni tuzib olishdan boshlaymiz. Tak, yozamiz. Reja. Birinchisi, aniq savdo vaqtini belgilab olishimiz kerak. Ya'ni kunni qaysi vaqtida savdo qilamiz? Bu o'rtacha hozir 9 dan 6 gacha belgilangan, ammo bu narsa o'z sharoitimizdan kelib chiqqan holatda to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Kimdir ertalab savdo qiladi, kimdir kech payt savdo qiladi, kimdir umuman obeddan keyin savdo qiladi. Shu narsalardan kelib chiqqan holatda o'zimizga savdo vaqtini belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, o'ta muhim qism
depozitimizni miqdoriga qarab 0,5% dan 5% gacha bo'lgan summani risk sifatida o'zimizga belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bir savdo kunida o'zimizga o'sha savdo kun uchun risklarimizni bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Depozitimizni miqdoridan kelib chiqqan holatda 0,5% dan eng maksimumi o'rtoqlar 5% gacha risk belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. 5% dan ko'payib ketib qolishi kerak emas желательно. Va uchinchisi, savdo instrumentlarini tanlab olishimiz kerak. Biz shu savdo kunida qaysi savdo instrumentlaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina qaysi savdo instrumentlaridan foydalanib bitim ochamiz. Bitta savdo strategiyasini qo'llaymiz. Ya'ni tizimli savdoda eng muhimi shuki, savdo strategiyalari soni juda ham ko'p o'rtoqlar va uni aniq bir tizimga qo'yib olish uchun hamma savdo strategiyasini backtest qilib ko'rishimiz kerak. Ya'ni testerda bo'ladimi, MetaTrader'da bo'ladimi, TradingView'da bo'ladimi, statistika qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi va statistika natijalariga qarab turib, bu strategiyani arsenalimizga qo'shmasligimizni o'zimiz uchun hal qilib olishimiz kerak bo'ladi. Statistikalarimizni yaxshi ko'rsatyapti va bu strategiyani o'z tizimimizga olishimiz kerak va tizimimiz yaxshi ishlashi uchun har doim bitta yo'nalishdagi bitta savdo strategiyasini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Har bir savdo strategiyasi uchun alohida tizim qo'llab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi bizada 5-inchisi savdo strategiyasini qo'llovchi time frame'imizni belgilab olamiz. Hozir aytganimdek, backtest davomida, ya'ni statistikamiz davomida opределён bir strategiyani qaysidir time frame'da, qaysidir bir instrumentda tekshirib ko'ramiz va biza ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsasi, ya'ni strategiyani ishlab berish tizimidagi ahamiyatli narsa shuki, savdo strategiyamiz qaysi instrumentda, qaysi time frame'da o'zini yaxshi natijalarini ko'rsatib turibdi. Bu narsaga e'tibor berishimiz kerak va shu narsadan kelib chiqqan holatda o'z tizimimizga savdo strategiyasini savdo instrumenti bilan va time frame bilan birgalikda qo'shib borishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi trading jurnalini tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, trading jurnali o'zi nima uchun kerak? Juda ham ko'p muhokamaga sabab bo'lgan trading jurnali. Kimdir bu narsani keraksiz narsa deydi, kimdir trading jurnalini tuta olmayman deydi. Aslida trading jurnalni funksionali nima? Trading jurnali bizga nimani berishi kerak aslida? Ko'z o'ngimizda hozir biz aniq bir savdo kuni uchun rejani yozib chiqamiz. Va bu rejaga asosan biz savdo qilmoqchimiz. Endi natijalarni yaqqol ko'rishimiz uchun bizda albatta trading jurnali bo'lishi kerak bo'ladi. Trading jurnalni har hafta oxirida yoki har oy oxirida bir marta tekshirib chiqamiz. Biz rejamizdan tashqariga chiqib ketdikmi yoki yo'qmi? Rejaga, ya'ni savdo tizimimizga to'liq holatda amal qildikmi yoki yo'qmi? Bu narsani hammasini oyna kabi ko'rsatib beruvchi narsa bu trading jurnali bo'ladi. Har bir bitimimizni qayerda ochamiz, nima sababdan ochamiz, qaysi time frame'da ochamiz, nima instrumentda ochamiz, qaysi savdo vaqtida ochamiz, hammasini registratsiya qilib yozib borishimiz kerak bo'ladi. Trading jurnalni to'ldirish unchalik qiyin masala emas. Bu shunchaki sizdan 1 yoki 2 daqiqani olishi mumkin, ammo oy oxiriga kelib bu sizga yaxshigina yordamchi sifatida rol ko'rsatib bera oladi. Xo'sh, o'rtoqlar, rejamiz tayyor. Uni bir marta qaytadan ko'rib chiqamiz. Aniq savdo vaqtini belgilab olamiz, ya'ni ish vaqtimizni belgilab oldik. Depozitimizni qancha miqdorini bir ish kuni davomida qancha miqdorini sarflashga tayyormiz. To'yist kuniga o'zimizning depozitimizni miqdoridan kelib chiqqan holatda 0,5% dan 5% gacha riskka qo'ydik va o'sha summadan ortmasligi kerak. Bu degani, misol uchun $50 kuniga aytdingiz, $50 agar menda zarar bo'ladigan bo'lsa, men savdoni to'xtataman. Va bu narsaga amal qilishingiz uchun imенно shu rejadagi belgilangan summani o'zingizga maqsad sifatida qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. $50 stop loss ushalandimi? Bo'ldi, savdoni to'xtating. Kim nima deyishidan qat'iy nazar, qanaqa signal bo'lishidan qat'iy nazar, bozor holati qanaqa bo'lishidan, qanaqa tuzumga ega bo'lishidan qat'iy nazar, bo'ldi. Bugungi kun uchun siz limitni to'xtatdingiz. To'yist $50 yo'qotdingizmi? Bo'ldi, все, stop. Bundan u yog'iga bitim ocha olmaysiz. Nimaga? Chunki sizning kunlik limitingiz tugadi. Bu narsaga amal qilish nimaga muhim? Tushuntirib o'taman. Agar biz kunlik limitimizdan ortiq savdo qiladigan bo'lsak, bu kerak emas savdo hajmini ko'paytirib yuboradi. To'yist kerak emas bo'lgan bitimlar sonini ko'paytirib yuboradi va естественно bizda depozitimizda ko'p yo'qotishligi sabab bo'lib qoladi. Ko'p yo'qotishlar esa bizning depozitimiz tez vaqt ichida kamayib ketishiga olib kelib qo'yishi mumkin bo'ladi.
Uchinchisi, savdo instrumentlarini tanlab olamiz. Bu narsani sizlar bilan tushunib oldik. O'zimizga strategiyamizni qo'llashimiz uchun savdo instrumentlarini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi, bitta savdo strategiyasini qo'llaymiz. Bu narsani ham sizlar bilan ko'rib chiqdik. Faqatgina bitta strategiyani bitta tizimga qo'yamiz. 3-4 strategiyalarni qo'llamaymiz. Savdo strategiyasini qo'llovchi time frame'imizni ham belgilab olamiz. Buni ham tushunib oldik. Trading jurnalimizni tayyorlab olamiz. Mana shu narsaga kuchliroq ahamiyat beramiz. Albatta, trading jurnalda hamma narsani qayd qilib borishimiz kerak bo'ladi. O'rtoqlar, keyingi qadamimiz o'ziga xos qoidalarimizni yaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qoidalar kim uchun? Albatta, o'zimiz uchun. Va bu qoidalarga amal qilish faqatgina o'z qo'limizda bo'ladi. Birinchi qoidamiz: men faqat 9:00 dan 18:00 gacha savdo qilaman. Ya'ni o'zimizga belgilab qo'ygan, men hozir sredniy oldim 9:00 dan 18:00 gacha deb, no siz o'z belgilagan savdo vaqtingizda shu qoidani qo'llashingiz kerak bo'ladi. To есть, men belgilagan vaqtimdan tashqari vaqtda savdoga kirmayman, bozorga qaramayman, bozor bilan qiziqmayman. To есть, soat 9 dan 6 gacha dedimmi? 9 dan 6 gacha savdo qilaman. O'zimning strategiyam bo'yicha, o'zimning instrumentimda bitim qidiraman, точка вход qidiraman va bitimni ochaman. Lekin 18:00 dan oshdimi, ya'ni 18:10, 18:30 bo'ldimi? Bo'ldi, men bozorga qaramayman, boshqa signal qidirmayman, shunchaki dam olishga chiqib ketaman. Bo'ldi. Ikkinchi qoida: men depozitni belgilangan risk, eng yuqorisi yana bir bora eslatib o'taman, 5% dan ko'pini riskka qo'ymayman. To есть, o'zimizga belgilangan riskdan yuqori summasini уже savdo qilmaymiz, o'rtoqlar. Boya aytganimdek, o'sha kunlik qancha hajm qo'ydik, $50mi, $100mi foiz tariqasida belgilab olamiz va belgilangan summada yo'qotish ko'rdikmi, zarar ko'rdikmi, bo'ldi, savdoni to'xtatamiz. Qanaqa signal bo'lishidan qat'iy nazar, kim sizga qanaqa gap gapirishidan qat'iy nazar, bo'ldi, sizda aniq tizimingiz bor, sizda rejangizga qo'yilgan risk summa bor. O'sha risk summani zararingizda yo'qotdingizmi, bo'ldi, to'xtating va depozitdagi qolgan summani ertangi kungi savdoyingizga olib qo'ying. Uchinchi qoida: men faqat tanlangan savdo instrumentlarida savdo qilaman. To есть, o'zimizga belgilab olgan savdo instrumentlaridan tashqari savdo instrumentlarida savdo olib bormaymiz. Faqatgina o'sha o'zimizning strategiyamiz ishlagan savdo instrumentlarida savdoyimizni olib boramiz. Va to'rtinchi qoidamiz: men faqat, misol uchun, trend darajalari buzilishi, любой strategiya bo'lishi mumkin, o'zingizda любой strategiyangiz bo'lishi mumkin. Endi bu yoqda men misol tariqasida aytib ketaman. Misol uchun, trend darajalarini buzilishi bo'yicha ishlayman. To есть, men boshqa narsaga, boshqa strategiyaga ahamiyat bermayman, boshqa strategiyani olmayman. Faqatgina o'sha o'zim bilgan strategiya, o'zim уже test qilib ko'rgan strategiyani olaman va faqatgina shu bo'yicha ishlayman. Eng kamida 3 oy davomida. Va oxirgi 5-qoida: men bu strategiyani faqat shu time frame'da qo'llayman. To есть, backtest davomida qaysi time frame tanlangan bo'lsa, o'sha time frame'da qo'llayman. Time frame'dan time frame'ga sakrab ketmayman. Bu ham bizga o'ta muhim bo'lgan narsa, o'rtoqlar. Xo'sh, do'stlar, rejani tuzib oldik, qoidalarni belgilab oldik. Endi tushunishimiz kerak, nima uchun bizga bu qoidalar muhim. Ko'pchilik aytadi, menda psixologiyamda muammoyim bor da va bitimga kirishda shoshib qolaman. Qoidalar bizga aynan shu muammoni hal etishimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni aniq bir instrumentda, aniq bir savdo ostida, savdo strategiyasi ostida, aniq bir time frame'da, aniq kirish nuqtasida kiramiz. Xo'sh, do'stlar, rejalar va qoidalarni o'zimizga belgilab oldik. Endi tushunib olishimiz kerak, nima uchun bizga bu qoida va rejalar aslida kerak. Ko'pchilikda imенно psixologiya bilan juda katta muammolar bor. To есть, bitim ochishda shoshib qolishlar, kerak emas bitimlarni ko'paytirib yuborish, har bir bitimga qanaqa risk qilishni bilmasdan turib bitim ochib yuborish va ob'yom kattaligi sabab katta zarar ko'rib qo'yishlar. Reja va qoidalar shuning uchun kerakki, sizda emotsiya bo'lishi kerak emas. To есть, emotsiya qachon yaraladi? Qachonki sizda aniq harakat ketma-ketligi yo'q. Qachonki siz oldindan keyingi qadamingiz qanaqa bo'lishini bilmaysiz.
o'shanda emotsiya, o'shanda psixologiya bizani qiyin ahvolga solib qo'yadi. Agar bizda aniq reja va qoidalar bo'ladigan bo'lsa va biz intizom bilan shu qoidalarga amal qilgan holda savdo qiladigan bo'lsak, bizning savdo tizimimiz bizga foyda olib kelishni boshlaydi va psixologiya, qo'rquv bizani boshqa qo'rqitmay qo'yadi. Xo'sh, do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda ko'pchilik savollarga javob berdik degan umiddaman. Birgalikda savdo tizimini tuzdik. Bu narsani o'zingizga saqlab qo'yasiz va o'zingiz shu narsani ustida ishlab ko'rasiz. Endi azizlar, keyingi videolarimizda nima mavzularni olib chiqishimizni xohlagan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring va biz harakat qilamiz o'sha mavzularning hammasini yoritib berishga.